asorat toptashadi. Sabab o'tiribdi. 1 yildan keyin qiz yana kelyapti, hali turmush qurmagan. Agarda tuxumdonda kista bo'ladigan bo'lsa, bu homiladorlikka ham xalaqit beradimi? Uni endi o'zingizda ko'ra olmaymiz, lekin MRT ko'rsatadi. O'sha tuxumdon kistasi yorilib ketsa, Biz ham yuribmiz kista bilan, mana o'lganimiz yo'q. Miomani o'rtog'i bu hamma kistalar, adenomiozlar agar davolamasangiz, faqatgina asorat olib tashlaganda foyda bo'lmaydi. yoki bu endometrioidni kista deb baho berishimiz kerak emas. Shunda yosh qizlarimizda ham kistalar bormi? Yosh qizlarda nafaqat tuxumdonni, hattoki ichki qin qismida ham kistalar bo'lyapti hozir. Assalomu alaykum aziz opa-singillar. Kol markazimizga siz tomonidan juda ham ko'p savollar yo'llangan va aynan sizning savollaringizni inobatga olgan holda studiyamizga oliy toifali ginekolog shifokorimizni hamda UZD shifokorimizni taklif etdik. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Nargiz opa, Diyoras aynan bizning kol markazimizga, ayollar salomatligi markaziga kista bo'yicha shunaqa savollar ko'p va shu savollarga qarab bildimki, kista bilan bemor bo'lgan ayollarimiz juda ham ko'p. O'zi kista tuxumdonda qanday paydo bo'ladi? O'zi birinchi o'rinda kista bu grekcha so'zdan olingan bo'lib, qopcha ma'nosini bildiradi. Turli a'zoda kelib chiqishi mumkin. Har xil o'lchamda bo'lishi mumkin. Ayollarda esa tuxumdon kistalari hozir paravarial kistalar, tuxumdonni o'zida bo'ladigan kistalar ko'payib ketgan. Kistani kelib chiqishining sabablari turlicha hisoblanadi. Ular organik kistalar hisoblanadi va funksional kistalar hisoblanadi. Funksional kistalar, misol uchun, har bitta ayolda har oyda follikul yetilib yoriladi. Yorilmay qolib ketgan kista bu follikulyar kista bo'lib qoladi. Bu kistani bir turi. Buni davolasa tezroq so'rilib ketadi. Davolamasa ham o'zi 3 oyda so'rilib ketish kerak bo'ladi. Yana kistalar bor, sariq tana, lyutsinovый kista deyiladi yoki gemorragik kista. Bu hammasi funksiyasini bajarayotgan tuxumdonda bo'ladigan kistalar bo'ladi. Organik kistalar bo'ladi, ya'ni unda bo'ladigan endometrioidni kistalar bo'ladi. Hozir juda ham ko'payib ketdi bu kistalarimiz. Keyin dermoidni kistalar bo'ladi, mutsinoid. Bular o'lchamiga qarab turib farqlanadi va tuxumdonni paravarial qismida joylashadi. Agarda tuxumdonda kista bo'ladigan bo'lsa, bu homiladorlikka ham xalaqit beradimi? Albatta xalaqit beradi. Agar bu follikul yetilib yorilmasa, ayolda ayol hujayrachasi chiqmaydi. Ayol hujayrasi chiqmasa, urug'lanish bo'lmaydi, homila bo'lmasligi mumkin. Agar endometrioidni kista bo'lsa, o'ng tuxumdonda, chap tuxumdon ishlab tursa, homilador bo'lsa bo'ladi. O'zidagi qaysi holatlardan, qaysi simptomlardan bilishi mumkinki, o'sha tuxumdon kistasi paydo bo'lgan tuxumdon? Og'riq. Birinchi o'rinda og'riq bo'ladi. Ayol shikoyati og'riq hisoblanadi va hojatga tez chiqish hisoblanadi. Aloqa vaqtida og'riqni kuchayishiga olib keladi. Bel qovoqda sohasida og'riq bo'lganda, ultratovushga kelishganda to'satdan bilib qolishadi kista borligini. Diyora, bunaqa holatlarda o'zida shifokorisiz albatta aniqlash jarayonlari, ko'rik jarayonlari qanaqa kechadi? Kistalarni birinchi o'rinda aniqlayotganimizda biz unga morfologik, ya'ni bu follikulyar kista yoki bu endometrioidni kista deb baho berishimiz kerak emas. Bu xatoli deb hisoblanadi. Biz kistalarni ORAC klassifikatsiyasi, ya'ni именно международный klassifikatsiya bilan baholashimiz kerak. ORAC bo'yicha qaysi kategoriyaga kiradi mana shu kista. O'shanga qarab davosi ham o'zgaradi, o'shanga qarab taktika ham o'zgaradi. Kol markazimizga murojaat qilgan ayollarning ayrimlarida tuxumdondagi kistalar yorilib ketgan. Lekin ayollar yashashda davom etyapti. O'sha tuxumdon kistasi yorilib ketsa, follikulyar kista bo'ladigan bo'lsa, o'lchamiga qarab turib 3 sm-gacha bo'ladigan bo'lsa, Douglasga suv tushadi. Uning ichida qon bo'lmaydigan bo'lsa, u so'rilib ketadi. Agar endometrioidni kista bo'ladigan bo'lsa, u yoriladigan bo'lsa, uning ichidan shokolad kista chiqadi. Uni kistasini og'rig'i juda ham kuchli bo'ladi, operatsiyaga olib keladi. Agar ayolda tuxumdon kistasi yorilgan paytda tuxumdonni pardasi ham yorilsa, apopleksiya bo'ladigan bo'lsa, qon ketib qoladi, operatsiyaga ko'rsatma hisoblanadi. Bo'ladi shunaqa holatlar, biz aytamiz ayollarga, kistangiz bormi, o'zingiz ehtiyot qiling. Bir ayol bizga ham ko'rikka kelganda kistasi yorilib ketgan, uyiga hech qayerga kasalxonaga chiqa olmasdi. Unaqa holatlarda follikulyar kista bo'lgan, so'rilib ketgan. Unaqa holatlar ham bo'ladi. Qaysi biri o'ta xavfli ayol uchun? Kistani o'zi hammasi xavfli hisoblanadi. Kista kelib chiqqani o'zi shuni bildiradiki, sizda gormonal buzilish kelyapti. Misol uchun follikulyar kista ovulyatsiya bo'lmadi. Ovulyatsiya bo'lmadi degani o'zi sizda nimadir holat shunga olib kelganini ko'rsatadi. Uni o'zi normada har oy yetilib yorib chiqish kerak, o'zini ishini qilish kerak. O'zini ishini qila olmayapti, demak gormonal buzilish ketyapti. Kista bo'lib qolaveradi. Ularning ichida endometrioidni kista oldindan hammani qo'rqitgan. Endometrioz kasalligi. Endometrioidni kista degani, ya'ni o'sha miomani o'rtog'i hisoblanadi. Miomasi bor ayollarda endometrioidni kista bo'lishi mumkin, poliplar kelib chiqishi mumkin, adenomioz, bachadon kasalliklarini ko'paytirishi mumkin. Endometrioidni kista bo'ladigan bo'lsa, u dushman tuxumdonni egallagandek butun to'qimasini egallab boradi. Agar uni tezroq davolamaydigan bo'lsangiz, tuxumdonni butkul egallab oladi.
ayolni fertilligi, homilador bo'lish sharoiti kamayib ketadi. Shunda tuxumdonda ichida suyuqlik yig'ilgan pufakcha hisoblanadi. Pufakcha, ya'ni kistacha bu pufakcha hisoblanadi. Follikulari ichida suv bo'ladi, infiltrat yig'iladi. Sariq tanani kistasi, lyutinoviy kistalarda sariq suyuqlik bo'ladi. Gemorragikda bo'lsa, bu yorib chiqqan ichiga, tomirlarning ichiga qon kirish hisobiga qonli bo'ladi. Bu ham so'rilib ketadi, davolasa bo'ladi. Endometriozda bo'lsa, bachadonni ichki qavatini to'qimasi kistaning ichiga kirib oladi. Shuni natijasida bu kistada juda ham kattalashib va qo'shnini egallash hisoblanadi va kuchli og'riq beradi. Bepushtlikka olib kelishi mumkin. Diyora, shunaqa holat bo'lganmi, masalan, praktikangizda? Bitta bachadonda mioma, tuxumdonda kistalar, ya'ni ikkalasi bitta holatda kelgani. Unaqalar juda ham ko'p uchraydi, juda ham ko'p bo'ladi. Boya aytganlaridek, miomani o'rtog'i bu hamma kistalar, adenomiozlar, ko'pincha buket bilan kelishadi ayollar. Bitta narsa topamiz, mioma misol uchunda, keyin tuxumdonga qarasak, tuxumdonda kistalar ham chiqadi, еще сопутствующий adenomiozi ham bo'ladi bu ayolda. Agar u ayol MRT ga boradigan bo'lsa, malый tazda ham endometrioz holatlari bo'ladi. Uni endi UZIda ko'ra olmaymiz, lekin MRT ko'rsatadi, что малый taz полностью endometrioz bo'lib ketgan bo'ladi. Ayol kishi shunchalik botirki, bachadonda bo'layotgan shuncha signal bersa ham og'riqlarga chidab yuraveradi. Bunisini ham ko'taradi, bunisini ham ko'taradi. Vaholanki bachadon kichkinagina, tuxumdon kichkinagina narsa o'zi. Endometrioidni kistalar faqatgina endometrioidni kista emas, toz bo'shlig'iga ham o'tib ketishi mumkin. Orqa ichakka ham o'sib ketishi mumkin. U shunaqa qaltis kasallik hisoblanadi, kovarniy bolezni deyiladi. O'zini qanaqa tutishini bilmaysiz-da uni. Hattoki ko'zga ham o'tib ketishi mumkin. Demak, endometrioz kasallik. Faraz qiling, bachadonni ichki endometriy qavati tashqariga o'tdi-da, har qaysi ko'rganda ayolda kista ham hayz ko'radi, bachadon ham hayz ko'radi. Shuni hisobiga u suradi. Ayollar nima qiladi? Og'riqdan chidolmay olib tashlaydi. Bir oy o'tmasdan yana bittasi o'sishni boshlaydi. Bu kasallik shunaqa. Shuning uchun kasallikni davolashda birinchi o'rin operatsiya qilishdan oldin 7 o'lchab bir kesish kerak. Muammoni oldin davolang. Agar davolamasangiz, faqatgina asoratni olib tashlaganda foyda bo'lmaydi. Shu o'rinda ayollarimizga eslatib o'tishim kerakki, ginoflora svechalarimiz aynan ayollardagi tuxumdondagi kistalarni davolash uchun ishlab chiqarilgan. Tarkibi haqiqatdan ham sizdagi kistalarni so'rilib ketishiga va faqat bitta kista, balki bir nechta kistalarni bir vaqtning o'zida davolash xususiyatiga ega. Va Nargiz opa bugungi kunda o'zi ayollarni necha yoshdan boshlab kistalar o'sha bezovta qilishni boshlaydi? Bu hayz ko'rishi boshlagan qizlardan kista kelib chiqyapti hozir. Kasallik yoshargan. Hozirgi davrda reproduktiv o'sha ayollardek bo'ladigan kasalliklar yoshargan. Tuxumdon kistalari bo'ladi, endometrioz, miom, erga tegmagan qizda miom, endometrioz kistalar bilan keladi. Aytganimizdek, hozir hammasi birga ketyapti. Buket kasallik-da bu. Bitta a'zo zararlandimi, siz vaqtida uni davolamayapsizmi, keyin sekin hamma yo'lni egallab boraveradi. Butun toz bo'shlig'ini egallab oladi. Toz bo'shlig'i chandiq kasalligini chaqiradi. Ayolda muammolar ko'payib boraveradi. Shuning uchun aytiladi, iloji boricha mioma chiqdimi, kista chiqmasdan gormon to'g'irlash kerak. Ayol hammasiga baravar o'zi harakat qilish kerak. Yashash tarzini o'zgartirish kerak, asab sistemasini to'g'irlash kerak va gormonal buzilishga ko'ra davo olish kerak. Kistani kelib chiqishiga sabab bo'ladigan qanaqa gormonal buzilishlar keltirib chiqaradi? Qalqonsimon bez kasalliklari, ya'ni gipotireoz bo'ladigan bo'lsa, metabolik sindromlar, insulin gormoni oshib ketishi, prolaktin baland bo'ladigan bo'lsa va ayolda endometrioz kasalligini keltirib chiqadigan kasallik, u operatsiyalardan keyin bo'lishi mumkin. Turli xil abortlardan keyin kelib, abort bo'lgan ayollar aksariyatida adenomioz kasalligi bo'ladi va endometrioz kasalligi bo'ladi. Kistalar kelib chiqishi mumkin. Agar qiz bolaligidan hayz og'rib keladigan bo'lsa, uni bolaligidan o'sha paydo bo'lgan kichkinagina o'choq bo'lishi mumkin, endometrioz kasalligi. O'sha ba'zi ayollarda, qizlarda refluks bo'ladi. Hayzi ko'p keladi, ota-onasi e'tibor bermaydi, onasi e'tibor bermaydi. Hayzi bir tomchisi bachadon naylari orqali tuxumdonga tushadigan bo'lsa, undan ham ya'ni kelib chiqishi mumkin endometrioidni kistalar. Agar janjallar, doimiy kelishmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, u ham bitta o'sha tuxumdonli kistani paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Sabab bo'lishi mumkin. Buni ko'rganlar aytishi mumkin-da, kimda stress yo'q, kimda unaqa yo'q. Hammada hozir oilaviy muhit yaxshi emas, bo'ladi holatlar deyishi mumkin. Lekin bu hammasi ayolning o'zining organizmiga bog'liq. Agar o'sha stresslarni yengishni o'rgansa, ya'ni nima deydi, o'zini tutishni bilsa, to'g'ri davolab yuradigan bo'lsa, ortiqcha vazn eng katta hozir muammolarda
ortiqcha vazn bo'lyapti. Ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, ayol kishida o'zi normada estradiol gormondan chiqishidan tashqari qornidan yana insulin gormoni oshishi, estradiol gormoni oshishiga olib keladi. Natijada gormonal buzilishiga olib keladi. Ularning ham nishon a'zosi bachadon ichi hisoblanadi. Qarabsizki, ayolda kasallik ko'payaveradi. Hayot tarzi-chi? Hayot tarzi. Hozir hamma telefonda o'tiradi, kechasi Kam 1da harakat. 2da uxlaydi. Конечно, rejim buzilgandan keyin bu hammasi Kortizol ko'tarilib ketadi. ketadi. Hayot tarzi bu juda ham muhim. Hozir yoshlarimizda nimaga kasallik ko'payib ketdi? Nega polikistoz ko'p? Nega kistalar ko'p? Hammasi hozirgi holatda yashash tarzi. Hozir ko'pchilik telefonga o'tirib qolgan, bog'lanib qolgan, kam harakatli, oldindagi harakat yeb ichishchi, fast foodlarning ko'payishi, rangli ichimliklarning ko'payishi. Ha, hammasi organizmda bu so'rilib, kerakli vitaminlar so'rilmasligi natijasida ayollarning ochligi kelib chiqadi. Ya'ni tuxum hujayralar ovqatlanmayapti. Uni natijasida gormonal buzilishlar ko'payib ketadi. Shu o'rinda bizni aynan ko'rsatuvimiz orqali tomosha qilayotgan ayollarda savollar tug'ilishi mumkin. Va biz ham yuribmiz, kista bilan mana o'lganimiz yo'q, namuncha vahima qilasiz deb. Lekin shu o'rinda ham yana bir eslatib o'tishimiz kerak, haqiqatdan kistalar ayollar organizmi uchun, ayniqsa bachadon va tuxumdon uchun xavfli hisoblanadi. Maqsadimiz aynan ko'rsatuv taqdim etishda maqsadimiz shu. Kistalar etishadi, etayotganingizda ular ko'rib etishi mumkin, lekin hech kim bilmaydi-ku, kimda buralib qoladi. Misol uchun kistasini borligini bilmagan ayollar bor. Agar ko'rikdan o'tganda to'satdan bilib qoladi. Lekin kistingiz borligini o'zi sizga bitta signal bo'ladi-yu, sizda gormonal buzilish ketyapti. Nimadir to'g'irlashingiz kerak, nimadir o'zgartirishingiz kerak. O'zingiz hayotingizda, organizmingizda to'g'irlashingiz kerakligini ko'rsatadi. Bu belgi-ku, oddiy belgi hisoblanadi. Masalan, farzandini ko'taradi, mana o'z-o'zidan bachadonga bosim tushadi. O'shanda kistani o'ralib qolishi yoki joyini almashtirishi bor gapmi? Buralib qolishi. Buralib qolishi. Yoki bo'lmasa yosh qizlarda hozir тоже kistalar paydo bo'lyapti. Maktab bolalarida ular fizkulturaga qatnaydimi, fizический aktivность bor, yorilishi mumkin, buralib qolishi mumkin. Bu ham ekstremniy holatga olib keladi. Bilgani yaxshi, bilsa davolagani yaxshi hammasini. Shunda yosh qizlarimizda ham kistalar bormi? Yosh qizlarda nafaqat tuxumdonni, hattoki ichki qin qismida ham kistalar bo'lyapti hozir. Hozir kistalar aytyapman, hamma kasalliklar yoshargan. Qiz bolada qanday uni davolaysiz? Muammo ko'p. Shuning uchun iloji boricha onalarga e'tiborli bo'lish hozir bolalarga. Balog'at yoshiga yetdimi qizingiz? Ortiqcha vazn yig'masin. Iloji boricha psixologik muhitni ham to'g'irlash kerak bo'ladi oilada. Agar psixologik muhit normada bo'ladigan bo'lsa, adaptatsiyasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, o'sha vaqtida hayz ko'radigan bo'lsa, og'riq bo'lmaydigan bo'lsa, bu norma hisoblanadi. Agar nimadir shikoyat bormi, yilda bir marta ginekolog ko'rigiga hali turmushga chiqmagan qizni ham hayz ko'rishni boshlagandan uzr qilib tekshirib turish kerak bo'ladi. Bugungi kunda ota-onalarga iltimosimiz, agarda yosh qizlarimizda qanaqadir ginekologik o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa, hayz me'yoridan ko'p kelayotgan bo'lsa, miomaga podozreniya qilib albatta tekshirib ko'rishlari kerak, to'g'rimi? O'ziga tekshirtirib ko'rishlari kerak. Lekin ginekolog qabuliga bemalol qizlarni bugungi kunda olib keltirib tekshirishlari shart. Shu o'rinda maslahatingizni bemalol berishingiz bo'ladi Nargiz opa, ayollarimizga, onajonlarimizga, chunki kasallik yosharib borayotgani hisobiga yosh avlod qizlarimizda haqiqatdan muammolar ko'p. Bizda eng katta muammo nimada bilasizmi? Aytishadiki, qiz bolani olib borsam, kimdir ko'rib qolsa, bu qiz bola-ku, nima boshqa xayolga borishadi. Hozir unaqa zamon emas. Hozir birinchi o'rinda bolangizni siz o'ylashingiz kerak. Agar siz o'ylamasangiz, ertaga birov o'ylamaydi. Agar siz uni balog'atga yoshiga yetdimi, vaqtida vrachga ko'rsatib tursangiz, qancha kasallikni oldini olasiz. Bitta o'ylab ko'ring, operatsiya yoki o'shani davolashdan ko'ra oldini oladigan bo'lsangiz, kasallikni oldini olasiz. Demak, muammo bo'lmaydi, rasxod bo'lmaydi. Bolangiz operatsiya bo'lmaydi, tuxumdoni saqlanib qoladi. Bilasizmi, oldinlari kistanichi bitta kista bilan bitta tuxumdon ketgan. Ikkinchi, men o'zim praktikamda bitta qizni ko'rganman, yosh qizligida kelgan, kista bo'lib qolgan. Olib tashlashgan, u payt olib tashlashardi. Hozir reproduktologiya chiqqandan keyin aytyapti, tegmayli bu a'zolarga. Bu ayolning eng kerakli, qimmat a'zosi hisoblanadi. Buni qaytarib bo'lmaydi. Demak, nima qilish kerak? Iloji boricha kasallikni oldini olish kerak, ertaga uni asoratini davolamaslik uchun. Tuxumdon bittasini olib tashlash mumkinmi? Bittasini kista bilan oldin shunaqa, kistasi bittasini olib tashlashganda, endi o'zingiz o'ylang. Asoratni olib tashladi, sabab o'tiribdi. 1 yildan keyin qiz yana kelyapti, hali turmush qurmagan. Ikkinchi tuxumdonni olib tashlashdi. Nima bo'ldi? Bo'ldi, qiz klinikasiga kirdi. Tuxumdon yo'q, hayz ko'rmaydi. Homiladorlik umuman. Homiladorlikni o'ylay olmaydi ham, bepusht. Nima qilish kerak? U paytda shunaqa edi. Hozir zamona davosi bor-ku,
Davolanglar, qo'rqib uyda olib o'tirmanglar. Kistasi bor ekan, yaxshi bo'lib qoladi, o'tirish kerak emas. U kista nimaga kelib chiqyapti? Davolasangiz erga teganda vaqtida homilador bo'lib tug'sa, bu muammolardan qutulib qoladi. To'ppa-to'g'ri. Suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz, chunki umuman olganda o'zi kista keng mavzu. Agarda ayollar kista bilan bog'liq savollaringiz bo'lsa, bemalol markazimizga murojaat qilishingiz mumkin, chunki Ginaflora ayollar markazi aynan sizning salomatligingiz uchun xizmat qiladi. Siz biz tomon bir qadam tashlang, qolganini o'zimizga qo'yib bering. Doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizga esa suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz.